Ey bola, barmog'imdan tort. Qo'yvar. Voy jalab, dushman askarlari yaqinlashyapti. Men ularni chalg'ib turaman, sen qochib qolasan. Faqat bitta iltimosim bor. Qanaqa? Soatimni ko'tingga yashirib qo'yishimiz kerak. Nimalar deyapsan, Yiban? Bu soat men uchun qadrli. Qutulib qolganingdan keyin soatni o'g'limga berib qo'yishing kerak. Bu mening oxirgi tilagim. Iltimos sendan. Mayli, xo'p, yashirib qo'y. Shoshma. Voy bilya! Achchiq haqiqat. Ayollar og'zini ochib uyg'onadi. Erkaklar olatda turgan holda. Tasodifmi? Unaqa deb o'ylamayman. Agar siz kimgadir musht tushirmoqchi bo'lsangiz, avval ko'tingizni bunday qilib o'ynating. Bu usul uni chalg'itadi va bundan foydalanib siz uni urib olishingiz mumkin bo'ladi. Buni qarang. Biz bilan jang qilish san'atini o'rganing. Bilya. Men tengilar uylanib bolali bo'lishgan. Men hatto am ko'rmaganman. Voy jalab, qiziq. Nega bunaqa bo'ldi? Zino qilmagandim-ku axir, nima uchun? Ey, kompyuteringdan foydalansam bo'ladimi? Ha, do'st, gazini bos. Rahmat. Chupa quemos. Billa, geymisan? Qarang, agar kimdir sizni boshingizdan ushlasa, birinchi qadam oyog'iga tepish kerak, ikkinchi qadam qo'lidan ushlash kerak va uloq. Dada, oyimning oyoqlari orasida nima bor? Mo'jizalar olami. Sizni oyoqlaringiz orasida-chi, dada? Mo'jizalar olami kaliti. Nahoy menga yolg'on gapiryapsiz, dada. Davay amaki, ko'tingizni qo'lingiz bilan oching qani. Nimaga? Gemoroyingizni tekshirishim kerak. Qo'lingizni yumaysizmi? Qo'rqmang, kecha ertalab yuvganman. Qo'lingizni yumasdan ko'timga tegmaysiz. Xo'p, bo'ladimi? Yo'q, talba yopmisiz? Oyi, qistab ketyapti. Kattasigami yo kichigiga? O'rtanchasiga. Hozir jonim bir daqiqa. O'rtanchasi bo'lmaydi o'g'lim. Yo siyasan yo chiqib.